Ismingiz nima edi? Abubakir. Abubakir, necha yosh? 12 yoshman. 12 yosh. Qanaqa bu YouTube'ga kirib kelib qoldingiz? Onam aytdilar menga, Oybek Bozorov bor ekan, siz aytdilar, Amerikan YouTube'da pul ishlaydilar ekan. O'zlari kanalda ularni ko'rdim, kanalda ko'rdim. Shu o'zi belgilagan kuningiz sertifikat edingiz o'sha kuni. O'sha kuni bordik biz, ko'rdik. Keyin boshida men onlayn ham o'qiraman dedim. VPN qilma deb o'yladim. O'shanga ayam aytdi, offlayn o'qir dedi, qiynalib qolmaysiz, o'qiraman dedim. O'shandan keyin o'qidim hozir. O'shandan keyin sizni kursingizni topdik. VIPga kirdim. Hammasi zo'r ekan, lekin yo'qda ancha darsda hozir 10 kun o'sha 10 kun dars o'tilgan bo'lsa, o'sha ertaga ham darslar tugaydi. O'sha darslarni rosa yoqdi menga, lekin darslar boshida o'zim вообще o'rganish qiyin deb o'yladim. AI haqida ma'lumot berardingiz. Shu AI deb ko'proq shu oddiy kompyuterda ishlayman deb o'ylamagandim. Ko'pincha kompyuterda ishlaymiz degan, telefonda ishlaymiz, ayam notebook ham olib beraman dedi. Notebook sig'imni ko'tara olmasdan bilib turdim o'zi, ko'tara olmaydi deb o'yladim. Keyin hozir kompyuter olishga kompyuter endi bor, endi yaxshi hammasi. Menga yoqdi kurs. Xo'p, yoshingiz nechida? 12. Qayerdansiz? Shu o'zi Toshkent viloyati Bekoboddanman, shahardan. Xo'p, oldinlari qanaqadir shu sohaga qiziqqanmisiz yoki ayaz tavsiya qildilarmi? Bitta oldin YouTube akkauntim bor edi. O'zingiz yuritib ko'rgansiz? YouTube ko'rganman. Futbol haqida video qo'yganman, keyin oxirroqda bir boshida ko'rib qo'yib ko'ray, bir yurib ketsa kerak deb o'ylaganman. Birinchi boshida video qo'yganman-da. Undan oldin 350 ta podpисчигim bor edi. Qo'ygandan keyin sразу 10 kunda уже 26 mingta prosmotrga ketdi-da. Zo'r, Va 550 ta like yig'di. O'shandan hayron bo'lib qoldim. Menga 130 ta podpисчик olib keldi-da o'zi. Hayron bo'lib qoldim, keyin mashina qo'yish davom etdi. Keyin ozgina tushdi, keyin ko'tarilib ketdi. Keyingi videolar 30 mingta, 31 mingta prosmotr yig'di. Demak, siz hali kursda o'qimasdan oldin ham qanaqadir kanal yuritib ko'rgan ekansiz. Kanal yuritib ko'rganman. Uning natijasi qanaqa bo'lgan? Monetizatsiyaga ulangansizmi yoki? Yo'q, monetizatsiyaga ulanmaganman. Sabab nima bo'ldi? Ham uni bilmaganman-da, ham Amerikaga ulashdi, Amerika YouTube'ga ulashdi. Bu haqida bilmasdim, просто qiziqqan yuritib ko'rardim-da. Просто video qo'yib ko'rgansiz, yaxshi prosmotr olgan, qiziqish uyg'ongan ekanda. Yo'q, uncha emas, endi bir hobbi bo'laversin endi deganman-da. Keyin oldinlari video qo'yardim YouTube'ga, endi hayron bo'lib qolardim, chunki ertaroq video qo'ysam 80 ta 90 ta podpисчигim borlar. Bir oy 3 oy oldin u akkauntni men iyulda ochdim o'tgan yil. O'shanda keyin sentyabrda qo'yish boshladim. 90 ta podpисчигim bo'lgandan keyin shunday ertalab video qo'yib maktabga ketganimda, kechqurun 8 da qaytganimda o'sha videolarim 90 ta bo'lsa, 200 ta, 180 ta, 170 ta podpисчигga qardi. Zo'r. Prosmotr kam bo'lsa ham, lekin yaxshi yig'ardi hammasi obunachiman. Yaxshi yig'ardi. Faqat daromad ko'rmagan ekansiz, to'g'rimi? Daromad ko'rmaganman, lekin hammasi yaxshi yurgan. Buni ayazlarga aytganmisiz? Shunaqa. Ayamga aytganman, ayam rosa xursand bo'lganlar o'zi. Keyin ayaz qanaqadir shuni o'rgatadigan odam qidirgan ekanlar-da, bo'lsa keyin. Rosa ayam ko'p qiynalib pul topdilar. Shuning uchun ayam keyin qidirdilar oson usulni. Keyin oxiri sizni topdilar. Keyin men mentadan bir xil darslar ko'rib bordim, boshlanishdan oldin. Men tayyorlandim, ko'rdim, keyin o'shandan keyin keldim u betga. Birinchi dars menga sal zerkalib turildi, chunki birinchidan o'zi sinab ko'rmadim o'zimni kompyuterda. Ikkinchi darsimiz kompyuterda sinab ko'rdim. 3 soatlik vaqt xuddi 1 soat o'tib ketgandek bo'ldi-da. Nima dars qiziq bo'lgandanmi bu? Dars qiziq bo'lganda. Chunki kompyuterda o'zim ishladim, sinab ko'rdim nimaligini. Siz oldin kompyuter ishlatib ko'rmagansiz-a? Yo'q, ishlatmaganman. O'zi ikkinchi kundan ishlatib, kompyuterga o'tirib, o'rganib. Qanaqadir o'rtoqlaringiz bilan kontur nimadirlar o'ynab turasizmi? Bir marta borganman. Uncha ko'p o'ynamagansiz. Yo'q, PUBG nimadirlar o'ynagansizmi? Kompyuter o'ynaganman. Ammo oddiy kompyuter bo'lardi. Mortal Kombat o'ynardim ko'proq. Unda faqat vaqt o'tkazish uchun o'ynagansiz, to'g'rimi? Yoshligimda edi, 5, 6, 7 yoshlarimda. Ammo borib o'ynardim. Hozir mana offlayn darsda o'qiyapsiz. Qanaqa natijalar? Hammasi yaxshi. Hozir kanal ochdim endi. Hozir maytda bular gapirguncha
Уже 6 ta video yasab keldim. Shorts video. Qancha vaqtda? Ha? Qancha vaqt? Mana boshlanish vaqti bir soat 5 tami boshladim уже. Уже keyin hozir 7:18:30da bir 3:30, 3:20 yetib ketdi-da. Ha, demak 6 ta videoga bir 3 soatda yasab bo'libsiz-da? 3 soatda. Hozir kanal yurityapsizmi? Kanalga endi qo'yaman. Hozir Beeline'ni kiritishim kerak edi. Beeline nomerni. Hali tasdiqlatmagansiz nomerni. Hozir nomerni tasdiqlasam bo'ldi. Videolar tayyor. Ha, video tayyor. Endi 3 ta qo'yaman, chunki botligim bilib qolmasa bo'ldi-da. Ha, bo'ladi, yaxshi. deb bermasin deyapman-da. Hozir mana o'rgandingiz, nimalar o'rgandingiz o'zi? Faqat YouTube'da o'rgandingizmi, montajda ham o'rgandingizmi? Montajda o'rgandim. Montaj boshqa qiyin tuyuladi, ular ko'rsatganda. Keyin o'zim sinab ko'rdim, osonroq ekan mana. Keyin birinchida qanday yurishni o'rganib oldim, long videoni ham qanday yuritishni o'rganib oldim, kamera qo'yishni o'rgandim. Barchasi oson, qiyin deb o'ylagandim kamera qo'yishni, chunki onlayn dars ko'ruvdimda kamera qo'yishni YouTubedan. O'shandan keyin qiyin deb o'ylagandim, keyin bu yerda kelib ular o'rgatdilar. O'zi oson ekan aslida. Oson ekan. Ikki xil usul bor ekan. Birinchisi qiyin deb o'yladim, вообще. Ikkinchi usulni ko'rganda osonroq deb o'yladim. Lekin u vaqtni olar ekan ikkinchi usulda. Birinchi usul osonroq ekan. Qiyin deb o'ylaganingizda oson qilib ketdingiz. Qiyin deb o'ylagandim, oson bo'lib ketdi. Hozir umumiy mana shu BMJni o'zini o'rganishga, kompyuterni o'rganishga, montajni o'rganishga kanal ochish necha kun vaqt ketdi? Kanal ochishda o'zi uncha vaqt ketmadi, yarim soatcha ketdi. Yarim soat o'rganib oldingiz? 20 minut, 10 minutda bo'ldi. Shu keyin BMJni o'rganishda birinchi kuniyoq yurishni o'rganib oldim, video olishni o'rgandim. Endi qolganlarini endi shu bir kun o'zi dars davomida o'rganib oldim qolganlarini. Darsni o'rgatdilar, keyin sinab ko'rishga vaqt berdilar. Sinab ko'rishni bemalol qila oldim. Zo'r. Qanaqadir qiyinchilik, shu tashab ketaman, o'rgana olmayman degan vaqt bo'ldimi, yo'qmi sizda? Qiyinchilikmi? Boshda qiyin deb o'yladim-da. Qilmaguncha qiyin deb o'ylagansiz. O'zingiz birinchi kun ko'rsatgandingiz, boshlang'ich ko'rsatganingiz qanday qilish YouTube'da qanday daromad olishni, o'sha prosmotr yig'ganingiz shuncha, o'zingiz ko'rsatingiz dollarda boshqacha berar ekan, so'mda boshqacha berar ekan, shuning uchun so'mda ko'ringlar dedingiz. O'shandan keyin ko'rdimmi, o'shanda qiyin bo'ladi deb o'yladim boshida. Shuning uchun kanalda aytishga o'ziz ham 2015-yildan beri uncha boshladim. YouTube Amerikaga ketdi. 2017dan ko'proq daromadga chiqdim dedingiz. O'shandan keyin 10 ta kanallarim bor dedingiz. Keyin videolarni o'zim sotib olaman dedingiz. Ularni bildim. Keyin o'yladimki, videolarni qo'yish osonroq deb o'yladim-da. O'shandan keyin bir BMJni ko'raychi dedimda, men keyin BMJni ko'rsam, aslida вообще yasash qiyin ekan. Keyin birinchi kundan уже hamma aytdi, mentorlar haqida ham aytdingiz. Hamma sertifikat olganlar boshida qiyin deb o'ylabdi hamma ham. Endi qiyin bo'ladi albatta hammaga. Endi men keyin osonlashib ketdi hammasi. Boshida qiyin bilan boshlansa ham, keyin osonlashib ketaverar ekan, shuni takrorlasangiz mana shu mavzuni. Siz offlayn darsda qatnashgansiz-da, bu Toshkentdagi to'g'rimi bo'lgan? O'shanda mentorlarni, boshqa shogirdlarning fikrlarini eshitgansiz. O'zi bizda hamisha qiyin deb o'ylashadi. Bir 3 kun, 4 kunni o'tgandan keyin osonligini bilib olishadi, chunki ustoz kuchli. Ustoz haqida fikrlaringiz qanaqa? Rahmatulloh mentorimizga, Rahmatulloh akaga вообще menga вообще yoqdilar. Darslarda shunaqa berdilarki, men bemalol tushunib oldim-da, chunki keyin o'shandan keyin videolarni jamlab borgandim. Onam aytdilar-da, keyin menga videolarni ko'rmayapman dedilar. Keyin Rahmatulloh akaga aytibdilar-da. O'shandan keyin videolarni jamlayotganda, hozir bir 7 ta 8 ta videoyim bor. O'shani qo'yishim kerak bo'ladi-da. Keyin ayamga keyin ko'rsatdi, keyin montaj bo'lgan videolarni ham ko'rsatdi. Keyin bo'lar ekan deb menga aytdilar. O'qishingiz uchun ayaz pul to'lab berdimi? Ayam pul to'lab berdilar. Ayni so'rab, aytganlarini qilib, endi duolarini olib turib, gazzaga bosib ishlash kerak. Siz tengi yoshlar, masalan, hozir ko'pchiligi o'yinlar o'ynashadi har xil vaqtini o'tkazish uchun. PUBG o'ynashi mumkin, Counter o'ynashi mumkin, GTA o'ynashi mumkin. Menga taqiqlaganlar hammasini. Taqiqlagan, zo'r qilibdilar. Mana hozir endi ish bilan bandsizda hozir. Mana BMJ qiladigan bo'lsangiz, endi vaqtingiz shunchaki quruq ketmaydi. Endi ham o'yin o'ynaysiz, ham video qilasiz, ham yuklaysiz. Ham undan daromad ham olishingiz mumkin ertaga. Kelajak rejalaringiz qanaqa endi? Orzular, rejalar? Endi orzular ko'p ham, rejalar ko'p.
birinchi o'rinda endi har doim ayam ishlamaydilar endi. Ayamga ham o'rgataman qanday qilish. Sizga bitta savolim bordi. Faqat bitta video qildim. Ikkita akkaunt qo'llamoqchiman-da. Masalan, ham o'zim akkauntimga, ham ayamnikidan akkaunt ochib, unga ham yo'llamoqchi bo'ladimi? Bo'ladi, ikkita kanal yuritmoqchimisiz? Ikkita kanal yuritmoqchiman, ayamnikidan ham o'zimnikidan. Bo'ladi, bemalol, uni muammosi yo'q. Bitta video qo'yaman-da faqat ikkalasiga. Unaqa bo'ladi demoqchiman-da. Ya bitta video qo'ya olmaysiz. Bittasiga buncha, bittasiga buncha. Har doim yangi video bo'lishi kerak. Yangi video bo'lishi kerak. Bo'ldi. Shu so'ramoqchi edim. Ayam ham shunday deb o'yladilar boshida, ikkita videoni bitta qo'ysa bo'ladi. Bo'lmaydi deb o'yladim-da o'zim. Chunki qayta takror kontent bo'lib qoladi-da. Maqsadlaringiz qanaqa kelajakda aka? Kelajakdagimi? Shu boshida men o'zi futbolchi bo'lmoqchiman. Futbolga borardim. Endi shu ustozimiz, trenerim endi ketib qoldi endi. O'qishga, ularning ham o'qishlari bordi. Shuning uchun kanikul berdilar 1 oy. Dam olib olinglar. Baribir o'zlaring bosh qo'ymanglar, trofka qilinglar dedi. Endi 1 oy davomida endi men o'yladimki kursi ayam 1 oy deb o'yladim-da. 12 kun eshitdim, bu kamlik qiladim deb o'yladim-da. Har kuni 11:30 gacha qoldik. Endi mazza bo'ldi darslar вообще. O'zimizni alohida bular yo'q bor bo'lganda o'zimizga qiyinroq tuyular ekanda, bularga siqinib qolamiz. Bular ketgandan keyin o'zimiz qanday bo'lsa ham qilishimiz kerak-da. O'zimizga ishonib, majbur bo'lib o'zimiz qilamizki. Zo'r. Mana hozir 3 soat, 4 soat dars o'tib beradigan bo'lsa, uni qobam ishlab, o'zingizdan ustida ishlab turib, o'rganib, mustahkamlab. Zo'r. Tavsiya qilasizmi o'zingiz yoshdagi yigitlarga? O'zim yoshimga albatta tavsiya qilaman. Hozir agar o'rganib olsa, kelajakda bemalol qilishadi. Ular ham keyin mashina kurs ochib, bemalol o'rgatishlari mumkin bo'ladi. Xuddi shunaqa. Faqat bu joyda endi bilimni olib turib, amaliyotda qo'llab, natijaga zo'r chiqib, soqqani qilib, ota-onaning duosini olib turib, ularni umra hajlariga jo'natib, mashinalar uylar olib turib, endi harakat qilish kerak. Mana hali yosh ekansiz. Endi xudo xolasa oila tashvishi yo'q sizda masalan. Faqat vaqtingizni to'g'ri sarf qilib, ajratib, mana shu narsa o'rgandingiz. O'tirib 2 soat ishlasangiz ham kuniga bitta video qila olasiz. Darsingizni ham qilasiz, futbolingizga ham shug'ullanib kelasiz, buni ham qilasiz. Xudo xolasa sizdan zo'r rezultatlar kutamiz. Nimadir fikrlaringiz bo'lsa, bemalol tavsiyalar, fikrlar. Endi tavsiyam o'zim yoshimga albatta tavsiya beraman, chunki hozir o'zim yoshimga tavsiya bersam, bular kelishadi, bemalol o'qishadi. Agar 16 yoshgacha o'zi bolalar miyasi yaxshi bo'ladi. Ona menga aytganlarda, shuning uchun o'qib ol dedi menda ona. Har doim o'qi deydilar-da. Qancha ma'lum bo'lsa ham qabul qiladi hozir sizniki. Bemalol qabul qiladi. Endi shu yoshim o'sib borishi qat'iy nazar o'zi o'zim fikrlab olishim bir xil bo'lishi qat'iy nazar o'zi hamma narsani o'qib yetishim o'zi sal kamayib boradi. O'qishim sal qiyinroq bo'lib qoladi. Uni vaqt talab etadi-da. Rahmat, shuncha erkin fikrlar uchun. Xudo xolasa sizdan zo'r youtuberlar chiqadi. Kelajakda eng yaxshi shogirdlarimizdan bo'ling. Rahmat sizga kattakon. Sizlarga ham rahmat. Rahmatulloh akaga katta rahmat aytaman, chunki ular menga shunday bilim berdilarki, hech kimdan oldinlari o'sha YouTube'da ma'lumot bilmasdi. Ochishni ham bilib oldim. Hattoki hozir Gmaildan boshqa Gmaildan ocha olaman. Ham ular aytdilarki, 10 ta Gmailgacha ochsa bo'ladi va undan keyin endi sotib olib qilsa bo'lar ekan. Hali 10 ta Gmail yurg'izib, uni kanal qilguncha ancha vaqt bor. Ancha vaqt bor. O'shani oxiriga yetsangiz ham katta gap. Shunaqa gaplar. Mana bizda offline shogirdimiz 12 yoshlik. Xudo xolasa zo'r rezultatlar kutamiz, chunki mana shuncha vaqtini sarflab, boshqa bolalarga o'xshab o'yin kulgu qilib turib, boshqa narsa emas, kompyuter o'yin emas, oilasiga, ro'zg'orga ertaga foyda olib kelaman, pul olib kelaman deb o'rganib, hozir mana o'rganib, mana onalar investitsiya qilibdi. Rahmat aytib qolamiz, chunki farzandini kelajagiga befarq emas ekanlar. Mana shuncha band qilib, futbolga berib, boshqa joyga berib, o'quvlarga berib, rahmat aytib qolamiz alohida. Sizni ko'rib turgan siz qatori bolalarga ham tavsiya qilamiz. Vaqtinglarni shunchaki PUBG o'ynab yoki Counter o'ynab bekorcha o'tkazmasdan, mayli bizni kursda o'qishingiz shart emas. O'zingiz hali nimangiz bordir, potensialingiz bordir, o'rganing, YouTube'da o'rganing, BMJni o'rganing, boshqa narsalarni o'rganib qilish kerak. Chunki vaqt shunchaki o'tib ketadi. Mana bugun 12 ga kirgan bo'lsa,
ko'zlarini bir yumib o'tguncha 20 ga kirib qoladi. Biz ham xuddi shunaqa katta bo'lganmiz. Biz ham yoshlikda chang etib, ko'cha do'ppi tepib, o'qib bo'lib yurib, mana hozir 30 ga kirib qoldik. Yana ko'zimiz yumib o'tib ketguncha, masalan 40 ga kirib, bizni farzandlarimiz shu qator bo'lib qolyapti. To'g'risini aytsam, vaqt juda tez o'tyapti. Bizni ota-onalar ko'rib turgan bo'lsa ham, agar yosh kattalar ko'rib turgan bo'lsa ham, farzandinglarga, nevaralaringizga o'rgatinglar. Chunki bu zamonaviy kasb. Hozir baribir yoshlar xohlaysizmi yo'qmi kompyuterda oldida, telefonning yonida vaqtini bekorchilikka o'tkazib yuboradi. Shu bekorchi o'tkazmaslik uchun ham o'zini kelajagiga foyda keltiradigan, ishonamanki, mana shu yigitimiz, shogirdimiz 1 yil bosib ishladigan bo'lsa, uncha-muncha o'zini tengqurlardan o'tib ketadi. Birinchidan, u dunyoqarash bo'yicha ham, ikkinchidan daromad jihatdan ham, uchinchi o'zini hayot jihatdan ham o'tib ketadi. Chunki qancha ertachi pul topishni boshlasa yigit kishi, shunchalik mas'uliyatni olishni boshlab, hayotini ertachiroq quradi. Shuning uchun hammaga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa agar offlayn darslarimizga yoki onlayn darslarimizga qiziqadigan bo'lsangiz, pastda bizda Oybek YouTuber botimiz bor. Kiringlar, startni bosib ism familiyani qoldiringlar. O joydan keyin sizlarga menejerlarimiz aloqaga chiqadi. Yoki siz yo'q, hozir ma'lumot olmoqchiman desanglar, bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizning ish vaqtimiz ertalab 10 dan kechqurun 6 gacha. Shu vaqtda agar ko'rayotgan bo'lsangiz, 55lik kod 511 0131 raqamiga telefon qiladigan bo'lsanglar, bizda qabul bo'lamiz. Sizga kurslarimiz haqida bepul ma'lumot berishadi. Bizda offlayn kurslarimiz Toshkentda, Xorazmda, Andijonda bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn o'qimoqchi bo'lganlarga ham doimo bizda eshiklarimiz ochiq, qabul qilamiz. Offlayn dars haqida bir og'iz qanaqa zo'r bo'ldimi? Offlayn zo'r ekan. Offlaynda baribir fikrlash osonroq. Onlaynda agar o'zingiz majburlamaysiz, teng bo'ladi. Men aytganimni qilishingizda qat'iy nimaga bunday bo'lyapti deya olmaysiz. Ham hozir offlaynda hozir men agar biror narsadan tushunmasam, mentorga ayta olaman, ham ular menga yordam bera oladi. Ham ular yordam bergandan keyin o'zim hammasini tushunib yetaman. Ham ular doskada ko'rsatadi. Ham notebookda qilib beradi, ham biz o'rganib olamiz, ham tushunmagan joyimizni so'raymiz. Tezroq kontakt qilib oladi. Ha. Hozir endi onlayn qilsa har biriga alohida qilib berishlari kerak. Hozir bitta shunaqa har biriga alohida bo'lishidan qat'iy nazar endi vaqt ko'proq olinadi. Chunki har bir kompyuterga kirib qanday qilib ko'rsatish oson emas baribir. Bitta kompyuter temurlik qiziydi ham ko'tara olmasligi mumkin. Bizda shuni yo'lini qilib qo'yganmiz onlaynda ham. Masalan, sizga ham tushuntirilgandir. Biz mana o'qib ketdingiz. Bizning kursimiz ichida onlayndagilarga biz AnyDisk degan xizmat qilib qo'yganmiz. Buni tushuntirganmiz. Ya'ni bizda ertalabdan 9 dan kechqurungacha AnyDisk orqali yordam berish xizmati bor. Mentorlar onlayn turadi har doim. Endi odam ko'p bo'lsa ochirat bilan sizni kompyuteringizga masalan ertaga bitirib ketdingiz. Nimadir muammo chiqdi, tushunmayapsiz. AnyDiskga kirasiz, onlaynda ham bor, offlayndagilar ham hammasiga bir xil imkoniyat. Kiradi, mentor kompyuteringizni o'sha muammodan o'tkazib qo'yadi. Ertaga ketganingizdan keyin ham nimadir tushunmay qolsangiz, doimo yordam beriladi. Undan tashqari bizda o'sha onlayn darslarimizda ertalabdan kechgacha jonli efir bo'ladi. Uni biz ko'rsatib berganmiz, ya'ni ertalab 9 dan kechqurun 9 gacha doimo Telegramda chatda jonli turishadi. Ya'ni nimadir savolingiz bo'lib qoldimi, kirasiz, birdan javob ketasiz. Onlayndagilarga ham shunaqa imkoniyat bor. Endi offlayn nima qulay bor? Baribir ustingizda mentor turadi, tezroq, любой payt ustingizda o'tirib xatoyingizni ko'rsatib beradi, tezroq o'rganish imkoniyati bor va sizni tergab turadi. Qilyapsanmi degan uchun tezroq o'rganib ketasiz, fokusingiz bo'ladi, chalg'imaysiz. Masalan, ko'pchilik masalan onlaynda o'qiganlar chalg'iydi-da. Masalan, uyda o'tirgan bo'lsa, nonga chiqib ketdi, do'konga chiqib ketdi. Bir o'zingiz o'ynagingiz kelib keladi, zerikasiz, kompyuter oldida shunaqa muammolar bor, lekin o'rgansa bo'ladi. Hammani ham onlayn darslarimizga taklif qilamiz. Endi offlayn baribir, offlayn zo'r. Rahmat tashrif uchun. Xudo xolasa ishlaringizga rivoj.